Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva yaqinida ta'lim muassasasida sodir bo'lgan fojiali hodisa munosabati bilan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonga ta'ziya bildirdi. Kreml matbuot xizmati xabariga ko'ra, Putin mazkur jinoyat Rossiya jamiyatini chuqur larzaga solganini ta'kidlagan. Rossiya rahbari o'z bayonotida begunoh odamlarning, ayniqsa yoshlarning hayotiga tahdid soluvchi bunday zo'ravonlik harakatlarini keskin qoralab, voqeadan chuqur hayratda qolganini bildirgan. Shuningdek, u huquq tartibot idoralarini jinoyatni sodir etgan shaxslarni aniqlash va ularni qonun doirasida qat'iy jazolash uchun barcha zarur choralarni ko'rayotganini aytib o'tgan. Putinning Emomali Rahmonga murojaatida Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi strategik hamkorlik, ayniqsa xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurash sohasidagi yaqin aloqalar muhim ekanini alohida tilga olgan. Rossiya tomoni bunday jinoyatlarning oldini olish uchun qo'shma choralar ko'rishga tayyor ekanini bildirgan. Но начать нашу двухстороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад. Bu jinoyat meni shunchaki larzaga soldi. Aytdim-ku, bunday turdagi jinoyatlar umuman aqlga sig'maydi. Ammo agar shunday terrorchilik harakatlari ustiga ustak bolalarga nisbatan sodir etilsa, bu alohida va juda og'ir his-tuyg'ularni uyg'otadi. Bolalarga qarshi terrorchilik harakatlarini sodir etish ayniqsa jirkanch jinoyatdir va hech qanday shubhasiz tergov oxirigacha yetkaziladi hamda aybdorlar so'zsiz to'liq jazolanadi, deydi Vladimir Putin. O'z navbatida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Rossiya rahbarining ta'ziya va hamdardlik so'zlari uchun minnatdorchilik bildirgan. U tinch aholi, ayniqsa bolalar hayotiga qarshi qaratilgan har qanday zo'ravonlikni keskin qoralab, bunday jinoyatlar hech qachon oqlanmasligini ta'kidlagan. Ushbu voqea yana bir bor maktablar, bolalar bog'chalari va boshqa ijtimoiy muassasalarda xavfsizlik masalasi naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. Mutaxassislar fikricha, bunday hodisalar takrorlanmasligi uchun nafaqat kuch ishlatar tuzilmalar, balki jamiyatning o'zi ham hushyor bo'lishi lozim. Xulosa qilib aytganda, Moskva yaqinidagi maktabda sodir bo'lgan fojia butun mintaqa uchun ogohlantiruvchi signal bo'ldi. Rossiya rahbariyati tomonidan bildirilgan qat'iy pozitsiya aybdorlar jazolanadi va xavfsizlik choralarini kuchaytirish davom etadi. Kelgusida bunday jinoyatlarga nisbatan murosasiz yondashuv saqlanib qolishini ko'rsatmoqda. Albatta, siz ushbu holat bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Shuningdek, Rossiya poytaxtida, aniqrog'i Moskvaning janubiy-g'arbiy qismida migrantlar bilan bog'liq navbatdagi keng ko'lamli reyd o'tkazildi. Этим утром столичные следователи нагрянули в один из хостелов на юго-западе столицы. Ma'lumotlarga ko'ra, politsiya xodimlari migrantlar yashaydigan 5 qavatli yotoqxonaga kirib, u yerda istiqomat qilayotgan taxminan 1,5 ming nafar muhojirni tashqariga olib chiqdi. Barcha shaxslar birma-bir tekshiruvdan o'tkazilgan. Reyd davomida xavfsizlik kuchlari hujjatlarni sinchkovlik bilan ko'zdan kechirgan. Tekshiruv jarayonida migrantlardan Rossiyada qonuniy ishlash huquqini beruvchi patentlar, ro'yxatdan o'tganlik hujjatlari, yashash uchun ruxsatnomalar va rus tilini bilish darajasi talab qilingan. Shuningdek, Rossiya fuqaroligini olgan sobiq migrantlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ulardan harbiy ro'yxatga olinmaganligi tekshirilgan. Rasmiylarning ta'kidlashicha, bu tadbir noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash doirasida tashkil etilgan rejalashtirilgan reyd hisoblanadi. So'nggi paytlarda Rossiyada migratsiya nazorati kuchaytirilgani, ayniqsa yirik shaharlarda hujjat tekshiruvlari muntazam o'tkazilayotgani aytilmoqda. Huquq tartibot organlari vakillari reyd davomida jamoat tartibini buzgan yoki hujjatlarida muammo aniqlangan shaxslarga nisbatan ma'muriy choralar ko'rilganini ham bildirgan. Ayrim migrantlar qo'shimcha tekshiruv uchun politsiya bo'linmalariga olib ketilgani ham xabar qilinmoqda. Hujjatlari joyida bo'lgan shaxslar esa yashash joylariga qaytishga ruxsat berilgan. Mazkur reyd migrantlar orasida turli munosabatlarga sabab bo'ldi. Ayrimlar buni qonuniy tartib va xavfsizlikni ta'minlash chorasi sifatida baholayotgan bo'lsa, boshqalar tekshiruvlarning ertalab kutilmaganda o'tkazilayotganidan norozilik bildirmoqda. Xulosa qilib aytganda, Moskvaning janubi-g'arbida tong saharda o'tkazilgan bu reyd Rossiyada migrantlarga nisbatan nazorat yanada kuchayganidan darak beradi. Rasmiylar esa yana bir bor migrantlarni barcha hujjatlarini qonuniy holatda saqlashga, patent va ro'yxat masalasiga mas'uliyat bilan yondashishga chaqirmoqda. Albatta, siz ushbu erta tongdan o'tkazilgan reyd bo'yicha qanday fikrdasiz? O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Uzbom TV kanaliga obuna bo'ling, video rolik ostiga like bosing va bizni kuzatishda davom eting. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan Davronbek Tursunboyev bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.